Diqqat qiling, hayvonlar hamda johil insonlardan hech qachon kechirim so'ramang. Birinchi toifadan kechirim so'raganingizmi, ular tushunmaydi, chunki hayvonlarda aql, idrok yo'q. Ikkinchi toifadan kechirim so'rash bu yanada xavfli. Ya'ni bilamiz, johil insonlarni hayotda ham ko'rib qolasiz, ijtimoiy tarmoqda ham bor. Sizni bir mavzu aytasiz, umuman tushunmaydi-da, sizga e'tiroz bildiradi. Keyin aytasizki, "Keyin mana shuni gapini mayli deb qo'yavering, mendan nima ketdi? O'zi bir ahmoqqa o'xshaydi. Johil ekan, ilmsiz ekan, tushunmaydi, u baribir teng o'tiramanmi? Mayli seniki ma'qul" deysiz. Bu endi ikkinchi muammoni keltirib chiqadi. Bu muammo oldingizdan-da xavfli. Ya'ni johil insondan kechirim so'rasangiz yoki qanaqadir bir seniki ma'qul deb qo'ysangiz, u o'zini haqman deb o'ylaydi. Bu ikkinchi va juda ham xavfli narsani keltirib chiqaradi. U o'zini haqman deb o'ylashi qolgan barchani nohaq deb o'ylashiga olib keladi. Men internetda ham ko'rasiz, qanaqadir bir yomon emas, qarama-qarshi fikr bildirib qo'ysangiz ham sizga ochiqcha haqorat va dushmanlik o'tadi. Ochiqni aytadigan bo'lsak, ularga shunchaki ularni befarqlik bilan yengish kerak. Albatta men yanglishayotgan bo'lishim mumkin. Barchasi mening o'zim shaxsiy fikrlarim. Siz esa shaxsiy fikringizni albatta kommentariyaga yozib qoldiring. Ular bilan bahslashish kerakmi yoki yo'q?